19-noyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Xitoy Xalq Respublikasi tashqi ishlar vaziri Van Yini qabul qildi. Uchrashuv davomida ikki tomonlama hamkorlik masalalari, jumladan siyosiy muloqotni mustahkamlash va qo'shma loyihalarni amalga oshirish muhokama qilindi. Van Yining Qirg'izistonga tashrifi qirg'iz va xitoylik ishchilar o'rtasidagi to'qnashuvdan keyin ijtimoiy tarmoqlarda norozilik kuchayib borayotgan bir paytda bo'lib o'tdi. Qirg'iziston shimolida ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. 15-noyabr kuni Chuy viloyatidagi Konstantinovka qishlog'ida o'nlab qirg'iz va xitoylik qurilish ishchilari o'rtasida mushtlashuv sodir bo'ldi. Bir qirg'izistonlik kasalxonaga yotqizildi. Bezorilik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Ushbu voqeadan so'ng Qirg'iziston ijtimoiy tarmoqlarida Xitoyga qarshi ritorika va mamlakatda Xitoy fuqarolari sonining ortib borayotgani haqidagi xavotirlar kuchaydi. Qirg'iziston rasmiylari mojaroni odatiy hol deb hisoblab, fuqarolarni provokatsiyalarga berilmaslikka chaqirib, voqeani ahamiyatsiz qilishga harakat qilishdi. So'nggi yillarda Qirg'izistonda mahalliy aholi va Xitoy fuqarolari o'rtasida bir nechta ommaviy mushtlashuvlar bo'lib o'tdi. Xitoyga qarshi kayfiyat Xitoyning Qirg'izistondagi iqtisodiy ta'sirining ortib borayotgani haqidagi xavotirlarni aks ettirmoqda. 2024-yilda Qirg'izistonga kiritilgan 873 million dollarlik xorijiy investitsiyalarning chorak qismi to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan kelgan. Xitoy tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar Qirg'izistonga minglab xitoylik ishchilar oqimini oshirdi. Xitoy Shinjon Sharqiy Turkiston musulmonlari xalqlarining islomiy o'zligi xosligini yo'q qilish uchun barcha g'ayriinsoniy vositalar va usullardan foydalanmoqda. Ikki yuzlamachi xitoyliklar qirg'iz musulmonlarga nafratlarini yashirishlari tabiiy, chunki ularga foydalanishlari uchun Qirg'izistonning tabiiy resurslari, logistikasi va yerlari kerak bo'ladi. Payg'ambarlik minhoji asosidagi ikkinchi Roshid xalifalikning barpo etilishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan kelgan xushxabardir. Faqat shu davlatgina insoniyatni kapitalizm zulmatidan islom nuriga olib chiqishga qodir.